بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ينمي خيرا بين الناس. Yani ki yaxshi gap bo'lsa, uni odamlarning ichida gapirib yursa, gap qilib ko'tarib yursa, yaxshi gapni bo'laverar ekan. Buni demak bir bob qildilar. Bunda 385-raqamlik hadis keladi. Bu hadisni Ummu Gulsum ibnati Uqbat ibn Abi Amir Abu Muayt Ummu Gulsum degan bir ayol sahobiyadan ekan. Axbarathu o'sha aytdilar. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. Haligi ayol aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyidagi gaplarini aytganlarini eshitdim. Odamlarni orasini isloh qiluvchi odam kazzob bo'lmaydi, yolg'onchi bo'lmaydi. U yo yaxshi gapni aytadi, yo yaxshi gapni chaqimchilik qiladi degan ekanlar. Demak, ikki taraf urushib qoldi. Shu urushib qolganda ikkovi ham o'zini gapini ushlab olib, biri-biridan ustun bo'lib, men undan kam kelaman deb turib oladi. Odatda yarashib ketishga shu narsa to'sqinlik qiladi. Endi o'sha isloh qilayotgan odam biriga borib bir gapni aytib, ikkinchisiga borib bir gapni aytib, yaxshilik ikkovi ham. Maqsad ikkovini yarashtirish. Sen xo'p devorgin, u xo'p deyapti deb, u xo'p demasa ham. Bir pog'ona tushaver, endi u tushdi, sen tushmasang bo'lmaydi deb, mana shunday qilib, unisiga birini aytib, bunisiga birini aytib, faqat yaxshilik. Yaxshilikni aytib, ularni yarashtirib qo'ysa, u odam o'sha yarashtirish davomida ba'zi bir gaplarni o'g'nash, orani isloh qilish uchun aytgan gaplarning ichida yolg'on gap bo'lsa ham kechirilar ekan. Chunki bu nima qilyapti? Yaxshilik qilyapti. Mo'min musulmonlarning orasini isloh qilyapti. O'sha ayol yana gaplarini davomida aytgan ekanlarki, Ummu Gulsum radhiyallohu anha "Valam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas min al-kadhb illa fi thalathin: al-islah bayna an-nas wa hadithu ar-rajul imra'atahu wa hadithu al-mar'ati zawjaha." Man u zoti va barakat alayhissalatu vassalomni odamlar gapiradigan gaplarning ichida yolg'on aralashishiga hech narsaga ruxsat bermaganlar. Faqat 3 narsaga ruxsat berganlarini bilaman. Birinchisi, odamlarning orasini isloh qilish uchun. Ikkinchisi, erkak xotinini rozi qilishi uchun. Uchinchisi, xotin erini rozi qilish uchun ba'zi bir vaqtlarda shunaqa gaplarni aytsa bo'ladi. Mana shunga Rasul akram alayhisolatu vassalom ruxsat berganlar debdilar. Bundan boshqa vaqtda bir kalima ham yolg'on aytish mumkin emas ekan. Bu narsa harom hisoblanadi. Mana shu ma'no demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan